Honor X7D 8256. O'zbekmi, rusmi? Rусский. Rus. Sekin qo'limda. Ne ko'ptirsiz video. Atidan qalasiz. Abdushi rahmat. Xizmatlaringizga rozi bo'layman. Qarang, zaryadkasi yarim botdi, 10% gacha ishlatiladi, zaryadka ko'p qo'yiladi 100 gacha. O'zi zavодskiy stiklosi, ishlashlari ancha yumshoq. AMOLED ekran bo'ladi, 1.8 megapiksel. Piksellari ichidan chiqadigan narsalari o'zining zavодskiy chexoli, golovkalari, yuzbilar chiqadi. Chexoli bu yoqda mana. Chexollari ham. Akam Tojikistondan keldilar. Mana dizaynlari juda ham chiroyli, qora ranglari. Hop, iPhone funksiyada ishlaydigani bor, Samsungniki bor. Biz iPhone tanlaymiz. Mana inshaalloh. Kameralarni tanlaymiz. Kamerasi, video, profil. Oshlari juda ham zo'r. Mana aka, brat, mana bitta ko'ring. Yaxshi qilib ishlatadi. Xo'p do'stlar, sizlarga ham xuddi shunaqa brendli X7D kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Optimum donaga qilib beramiz.